9 oy vaqt mobaynida onangizni qornida nima qilganman deb o'ylaysiz? Videoni oxirigacha ko'rsangiz albatta bilib olasiz. Bu yerda vaqtni faqat uxlash bilan o'tkazmagansiz. Birinchi navbatda siz ona qornida maxsus suyuqlikda vaqt o'tkazasiz. Shuning uchun yangi tug'ilgan chaqaloqlarning ko'pchiligida suzishga qobiliyat bo'ladi. Ikkinchidan, homila kindik orqali ona bilan bog'langan bola va 6 oy vaqt mobaynida chaqaloq uchun faqatgina kindik o'yinchoq vazifasini bajaradi. Hatto ular ba'zan o'zlarini kindikka o'rab olishlari ham mumkin. Lekin xavotirga o'rin yo'q, bu xavfsiz. 24-haftadan boshlab ular tashqaridagi tovushlarni eshita boshlaydi. Bu vaqt uchun onalarga Qur'oni Karimni eshitishni tavsiya qilgan bo'lardim. 28-haftadan boshlab homilaning qo'l va oyoqlari to'liq shakllanadi va homila to'liq harakatlana oladi. Bu nihoyat homilaning qorin bo'shlig'idagi harakatlari tashqariga sezilishidan darak beradi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kommentariyaga yana qanday mavzularda video qilishimizni xohlaysiz? Fikringizni yozib qoldiring va bizni YouTube va Telegram ijtimoiy sahifalarimizga ham obuna bo'lishni esdan chiqarmang.